Yana bitta xonadonimiz Toshkent viloyati Quychirchiq tumani Yilqichi mufiyi. Juda ko'pchilik biladi. Xonadonimiz juda katta, chiroyli. Fasad qismi mana shu devordan mana shu devorgacha. Eng asosiy yo'lda bu. Asosiy yo'l. Qo'yliqqacha necha kilometr? Qo'yliqqacha? Food City'ga 18 kilometr. Food City'ga 18 kilometr, o'sha yog'i Qo'yliqqa 20, Toshkent shahar yarim soat 20 minutlik yo'l ekan. 20 minutlik yo'l ekan Toshkent shahariga. Mana shu yerdan. Mana shu yerdan Quychirchiq tumanining markazigacha, Soldatskiy Do'stobod shaharigacha 35 kilometr ekan. Xonadonimizning mana hovli qismi keng, uzunasiga mana 1, 2, 3, 4 ta mashina sig'dirsangiz bo'ladi. Teplitsasi bor. Bu xonadonning egalari vaqtida bu joyda yaxshigina daromad qilib, baraka topishgan. Mana. Bu tomonida mana kirganingizda shundoqgina chap tomonda tandir o'choq, ikkita o'rik daraxti bor ekan. Mana shu tomonlarni birinchi tushuntiray. Hojatxonasi. Bu yoq hammomi. Gaz, svet, suv hammasi bor. Bu yoqda ham alohida chorva qiladigan bo'lsangiz, chorvani mana shu yerdan olib kirishga alohida darvozasi bor. Mana o'zlari ham chorvachilik bilan shug'ullangan ekan vaqtida. Tepasiga pichan qo'yish, press soladi, mana buqa bog'laydigan joylari. Bu yoqda qishki xonasi. Xonadonimiz mana bu tomondan ko'rinishi. Bitta, ikkita, uchta, 4 ta teplitsasi bor ham. Polniy огород. Ustini shunday yopasiz. Zelinmi, pomidormi, bolgarskiymi eksangiz ham yaxshigina daromad qilsangiz bo'ladi. Umumiy maydoni 15 sotlik bu xonadonimiz. Mana bu xonadonimizning ko'rinishi, umumiy yashash xonalari 9 ta xona. Hozir kirib xonalarni qisqacha obzor qilib chiqamiz. Mana bu xonasi bitta. Yana bitta xonasi. Xonalari yaxshi holatda, kirib yashaydigan holatda. Xonasi ham yaxshi holatda. Bitta ham bitta xonasi kichkinagina. Bu yog'i oshxonasi. Yana bitta xonasi. O'tirib choy ichadigan. Bu mebel olib ketiladi. Uyda egasi olib ketadi. Yana bitta katta zal. Bu yoqda ham yana bitta zal. Katta zallari. Mana shu ko'rgan uyning ichidagi ancha narsasi qoladi. Boyagi ko'rsatgan mягкий mebel olib ketiladi. Qolgan ham parda. Xullas uyda egasi o'ziga kerakli ko'p narsa olmaydi, mayda-chuyda narsalar oladi, qolgan narsalar qoladi.
Kadastr dokumentlarida ham hech qanaqa muammo yo'q, hammasi joyida. Bu xonadonimizni hozirgi boshlang'ich narxi 95 ming AQSh dollari so'rashyapti. Ozgina kelishadigan joyi bor. Katta yo'lni bo'yida joylashgan. Juda zo'r joyda joylashgan. Toshkent shahariga ham yaqin.